Assalomu alaykum hammaga. BYD Song mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga qilinayotgan ishlar 4 ta balon qo'yamiz. Bitta diskasi qiyishi uni to'g'rilab, balon qo'yib balansировка qilamiz. O'ziniki zavodskoy balon. Qattiqroq bo'ladi o'ziniki. 235 ga 50-19 bo'ladi. Biz bunga Nexon M-Free 235 ga 55-19 qo'yib beryapmiz. Xudo xolisa Nexonni ko'pchilik biladi, yumshoq balon. M-Free bo'lib ham hozirgi yaxshi 4 faslli balon. Mashina ancha yumshoqligi bilinadi. Ancha protektordan ko'ra balanslari yaxshi chiqadi. Xudo xolisa balansировкасы katta mana. Toshlar ichida ko'p ekan, chiqarib, xudo xolisa 0-0 ga qilib balansировка qilamiz. Baland tezlikda yurganda ham urmaydi. Ko'pchilik shunga e'tibor bermaydi. Keyinroq futbol balon qo'ygandan keyin обязательно balon qo'ygandan keyin qilish kerak. Keyin razval qilamiz. Mashinamiz 30,000 probeg yurgan. 30,000 da hali razval qilinmadi. Xudo xolisa razvallarni ham balon yemaydigan qilib, tekis qilib rollarini chotki qilib qo'yib beramiz. Keyin har 10,000 da balonlar oldini orqaga qilib damlarga vaqtda qarab yurilsa, xudo xolisa Nexon ham yaxshi kilometr chiqadi.